Assalomu alaykum qarindoshlar. Kanalimizga xush keldinglar. Bu qatamqi videomizda bizga kelgan inkaslardan mushu Twitter haqida bir videoningki nihoyat zarur ekanligini bilib yetdik. Şoň bugun sizlarga mushu Twitter haqida so'zlab bermoqchi. Nima uchun mush Twitterni ishlatamiz degan savolga javob bersak, Twitterda yo'llangan narsalarni o'zicha degan chaqda boshqa applar qaragan chaqda ta'sir kuchi yuqoriroq bo'ldi. Masalan, mushu davlat boshliqlari bo'lsin, san'atchilar bo'lsin, yozuvchilar bo'lsin, olimlar bo'lsin va shunga o'xshash mashhur shaxslar asosan degidek deganda mushu Twitterda bayonot e'lon qiladigan ishlari bor. Şoňa biz endi bir şəxs buluş sübutimiz bilen ondan dağlıq bulab ketmesəkmi, amma biz şəxslər aşqışlıq kelimini mərkəz qılıb turub, tən halətdə Twitter yollaş arqılıq bu Twitterda biz gün tərtib payda qıla alayımız. Şunun üçün degan çağda bu Twitter'ni işletişimiz kerak. Ondan bolsa biz telefonda Twitter'ni işletiş usulunu sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Ondan bolsa biz Twitter'ni açaylı. Twitter'ni açqandan keyin mana bu xil shaklda ochildi. Ya'ni Twitter ochilib bilan boshpat ko'rindi. Bu boshpat endi bizningki mushu takip qilgan odamlarimizningki chiqargan rasm, video yoki bo'lmasa xat degandek narsalar ko'ringan beti. Endi Twitter'ga qanday kirmaymiz degan chaqda Twitter'ga sizlarningki Gmail hisobinglar bo'lib qolsa, shuningdan tizimlatib kirsanglar bo'ladi. Agar Gmailinglar bo'lmay qolib qolsa, Gmail elishga agar inkaslarga qaraymiz, Gmail elishni bilmaydiganlar bo'lib qolsanglar, uningga ayrim bir video tayyorlab bersak bo'ldi. Gmail elish, andan keyin buni o'zini qanday ishlatish degan to'g'riliq ayrim bir video qilsak bo'ldi. Undan boshqa deganda Twitterga kirgandan keyin qarasanglar bu xil shaklda ochiladi. Yana o'yining rasmi bor. Andan keyin degan uning yanida bir tal lopaynakning rasmi bor. Bu lopaynak bek muhim. Çünkü nima degan chaqda lopaynakni bosgandan keyin siz shunday yig'lash knopkasini bossanglar, mana bu yerda yine kun tartibda bo'layotgan oshqushliq so'zlar. Masalan, Bag'chili deganga 14 ming tweet etilibdi. Nisan 34 deganga 2 ming tweet etilibdi. Fatih Terim deganga 8 ming tweet etilibdi. Andan keyin deganda ostidagi yana birsiga 16 ming tweet etilibdi. Andan keyin deganda Yuriyor Shani Barış Murat Yağcı deganga 410 ming tweet etilibdi. Demak, bu yerda biz her sekund, her minut biz bir yerda yig'lash orqali degan chaqda, ya'ni qaysi nimaga, qaysi oshqushliq so'zga qanchalik tweet etildi, buni ko'ra olamiz. Ondan biz onun yendiki degan chaqda, onun yendiki bizga munosabatlik, masalan bizni boshqalar takip qilgan bo'lsa, yo biz boshqalarni takip qilgan bo'lsak, yo bizni boshqalar etiketledi deydi, aloqi boshqalar bizni ishoratlagan bo'lsa degandek uchurlar bu yerda ko'rindi. Oxirdagi deganda bildirim bu. Bildirimde degan chaqda sizlarga yo'llangan uchur, ya'ni Twitterdan bir uchur yo'llanib bo'ldi. Sizlarga kelgan uchurlar bu yerda ko'rindi. Xo'sh, unda bo'lsa biz mushu Twitterda bilishimiz kerak bo'lgan ba'zi bir narsalar bor. Ya'ni qaysi narsa degan chaqda biz buningda qarasanglar o'zingizning rasm bor. Ya'ni shuni bosgandan keyin bu yerda qanday degan chaqda profil deb bir narsa bor. Profil degani bosgandan keyin deganda bir bet ochiladi. Bu bet degan chaqda sizlarningki yo'llagan qandaq Twitteringlar bu yerda ko'rindi. Endi bu yerda qarasanglar nima degan chaqda takip edilen takipçi deb ikki tal narsa bor. Ya'ni men 1269 odamni takip qilibdim, meni 483 odam takip qilibdi. Bu xil shaklda. Agar sizlarningki mushadiki takip soni qancha oshsa degan chaqda sizlar yo'llagan narsani shunchalik odam ko'rdi degan gap. Undan boshqa degan chaqda, undan boshqa biz bu yerdan degan chaqda qarasanglar, ma bulungdiki ma bu payning belgisini besish orqali degan chaqda biz bu yerda tweet yo'llash, ya'ni mushu Twitterda bir narsa yo'llash uchun meni mushaga kirmiz. Bu yerga kirgan deganda qarasanglar nelar olib bitiyor deb turdi. Biz bu yerga degan chaqda harf hisobida 280 harf, xat emasa 280 harf yozg'il bo'ladi. 280 harfni eshib kesdi deganda Twitter qabul qilmaydi. Ondan boshqa deganda agar video yo'llab qolsangiz degan chaqda 2 minut 20 sekunddan ortiq bo'lib ketilmasligi kerak. Andan keyin deganda rasm yo'llagan chaqda deganda rasm yo'llaganda 4 parchadan ortiq bo'lib ketmasligi kerak. Ya'ni mushu nimaga diqqat qilsanglar bo'ldi. Ya'ni ortiq bo'lib ketsa degan chaqda Twitter uni qabul qilmaydi. Rasm bo'lib qolsa 4 parchadan eshib ketmasligi, video yo'llasanglar, video roliningki 2 minut 20 sekunddan eshib ketgan qismini kesib yetadi. Şuna Twitter'ga yollamoqchi bo'lgan videolarni oldidan tayyor qilib olib 2 minut 20 sekundning ichiga mazmunni sig'dira olsanglar eng yaxshi ahvol shu.
Unda bo'lsa biz bir tal tweet yo'llab ko'rib boqaylik. Qanday yo'llaymiz degan chog'da mana bulungdiki bu pay shartni bosamiz. Pay shartni bosgandan keyin bu xil shaklda keladi. Nelar olib bitiyor deydi. Unda bo'lsa degan chog'da biz bir tekst yozib ko'rib boqaylik. Masalan, men tekst yozishni boshladim. Masalan, sayın dedim. Shunaqa sayın deb yozdim. Andan keyin men bu yerga Recep Tayyip Erdoğan deb yozmoqchi. Unda bo'lsa buni bu xil shaklda yozgandan men buni cho degan chog'da mavo bizniki at belgini ep turib yozsam qanday bo'ldi degan chog'da hozir ko'rsizlar. Mana Recep shunaqa Recep deb yozib qo'ycha qarasanglar mana bu yerda qanday bo'ldi? Oxiri keldi. Recep Tayyip Erdoğan deb bu rasmiy hisobi bu yerga keldi. Men buni bir chekib o'tgandan keyin cho deganda bu xil shaklda bo'ldi. Sayın Recep Tayyip Erdoğan degan yozib bo'ldim. Biz shunaqa Andan ikkinchi degan chog'da Uyg'urlar deb yozmoqchi. Unda Uyg'urlarni cho degan chog'da men bu yerda buni o'zini bu xil shaklda hashtag ep turib yozay. Uyg'urlar shunaqa Uyg'urlar sizdan yardım shunaqa yardım bekliyoruz deb yozdim masalan. Yo Rus. Ben yazdım. Andan ikinci deganda chekit qo'yib yotdim. Qaranglar. Endi men bu yerda bu tekstning o'zini udullam yozmadim. Bu yerda men at belgisini ishlatdim. Andan keyin hashtag belgisini ishlatdim. Endi bu yerdagi at belgisining o'zi nimani ifodalaydi, hashtag nimani ifodalaydi? Ba'zilaringiz bilishingiz mumkin, ba'zilaringiz bilmasligingiz mumkin. Shunga men bilmaydiganlarga bu yerdagi mushu at belgisining o'zi cho degan chog'da shaxsni ko'rsatadi, shaxsni. Yine mushu Twitter'da yine biz Erdoğan'ın özüne muşu Twitter'da qanday qildik deganda ishoratlagan bo'ldik. Ya'ni bu ishoratlagan bo'ldik. Andan ikkinchi deganda Uyg'urlar degan gapning o'zini cho degan chog'da biz bu yerda oshqishlik kalima qilgan bo'ldik. Bunda bo'lganda men bu tweetni yo'llasam cho degan chog'da mushu Erdo'g'an hisobiga ishoratlanib bardi mushuningiz. Ya'ni sizni paloni kishi ya'ni Nijat Umid var sizni ishoratlab turib menda narsa yozdi deb qarshi taraf qandaq buning o'zi bardi. Agar men bu yerga bu xil shaklda atni qo'ymay yozsamchi degan chog'da uni u qarshi tarafga bormaydi. Faqatlam meningki takib qilgan 430 necha odamlar ko'ralaydi degan gap. Xo'sh, unda bo'lsa buni bilib oldinglar. Yine bu hashtag belgisini cho degan chog'da hashtag belgisi bu oshqishli kalima bo'ladi. Agar biz mushu hashtagdan foydalanib, masalan, mushu Facebookda mo'jaq ishlatib ketdik. Hashtagdan foydalanib nurg'un narsalarni qilgan bo'ldik. Hashtag to'g'riliq nurg'un yozmalar, nurg'un videolar ishlangan bo'ldi. Ammo cho degan chog'da men bu yerga deb qo'yib o'tib ketish tegishli masala. Agar biz butun Uyg'urlarning hammasi Twitterni aktiv jonliq ishlatasak, bu hashtagdan foydalanib qanday degan chog'da bu internetdagi bir trafik, ya'ni internetdagi bir qanday bir to'lqin chiqara olamiz. 30 ming yoki bo'lmasa 50 ming shunday holatda o'xshash holatda masalanga mush gapning o'zini ya'ni Sayın Recep Tayyip Erdoğan biz Uyg'urlar sizdan yardım bekliyoruz degan gapning mush kalimaning o'zini o'xshash holatda necha ming odam, necha 10 ming odamning o'zi biroqlam tweetlay olsaqchi degan chog'da andan keyin buni o'zicha deganda nadi ko'rindi degan chog'da men bu yerga qarasanglar men bu lopayningni bosgandan keyin mushaning o'zida qarasanglar Nisan 34 Fatih Terim deganning o'zida qarasanglar 2000 tweet, 8000 tweet, 16000 tweet deb turdi. Bu yerdagi necha mingga, necha 10 mingga chiqqanda cho degan chog'da mush tweetdagi mush lopayningni bosgan yani hamma odamga cho degan chog'da asosan mushu niyaga tizilib chiqdi. Şoňa cho degan chog'da mushu Twitterni cho deganda hammamiz aktiv ishlatalsak cho degan chog'da buningda dolqin paydo qila olamiz. Bu dolqin paydo qilish orqali cho degan chog'da ma'lum bir xabar nimalariga yoki bo'lmasa mush media o'rinlarining cho degan chog'da diqqatini torta olamiz. Şuna biz namoyish qilish yoki bo'lmasa yana boshqa har xil usullar bilan cho degan chog'da dardimizni anglitishdan boshqa mush Twitterda cho degan chog'da o'xshash vaqtda mushu tweetni tang nima qilish orqali tang tweet etish orqali biz bu yerda internetni Twitterda qandaq mushu to'lqinni hosil qila olamiz. Ondan başqa biz başqalar yollagan Twitterning o'zini cho degan chog'da qarasanglar bu yerda 4 xil narsa bor. Nima degan chog'da birisi inkas yozish, yana biz cho degan chog'da mush yerdagi qarasanglar yeshil knopka. Buningki ma'nosi nima degan chog'da retweet.
Yine retweet degan nima degan chaqda mush narsaning o'zini mushni bosgandan keyin degan chaqda xuddi Facebookda paylash degan narsa mush shu. Yine bunu basqan zaman özəngninki bitide muşu video, muş xətlər qandaq kilidu. Yani aşağıda hem bəhrləndi. Şuna biz retweet qılınlar degan çağda muşu ikincisini bassanlı buldu. Üçüncüsü nima degan çağda hem de bu yerdeki yürek yani bunun özüne like beriş deyimiz bu xil şekilde. Anadaki ahırdaki degende bu paylaş. Bu sırtqı paylaşış yani Facebook'ta, WhatsApp'ta paylaşış. Şuna bir şeydeki retweet dese nima qıldıgan narsa dep qalmaqlar muş ikinci narsa şu. Hammamiz mush Twitter işletish orqali degan chaqda internetda, ya'ni Twitterda do'lqin paydo qila olsak, buningdan degan chaqda yaxshi bir ahvol bo'ldi. Mushniga qarab turib degan chaqda, masalan, media shirkatlari, xabar yoki bo'lmasa har xil ishlar degan chaqda mush Twitterdagi do'lqinga qarab turib, mush do'lqin qaysi bir ko'tarilsa degan chaqda shuni asos qilib turib xabar ishlaydigan ishlar bor. Şoň üçin degan çağda hemmimiz muş Twitter'dan yaxşı faydalanışını bilişimiz kerak dep oylaymiz. Bugün videomuz muş ýerde ahyrlaşdy. Ahyrda kanalymyzga abone boluşy unutmaňlar. İnşallah bunundan keyin teximo paýdaly videolarny taýýarlaşyp tirişimiz. Hemmeňlarga Allah'a emanet.